Salom. Yaxshi yuribsanmi? Ritika, ko'rinishingga gap yo'q. Libosing juda yarashibdi. Rahmat. Ritikaning o'zi go'zal bo'lgach, libosi ham yarashadi-da. Gapim to'g'rimi? Olmos ko'zli baldog'ing ham ajoyib ekan-a? Ha, qayerdan xarid qilding? Men emas. Umr yo'ldoshim xarid qilgan. Ya'ni sovg'a qilgan. Sovg'a qilishni juda ham yoqtiradi. Har hafta biror narsa tuhfa qilmasa bo'lmaydi. Shunaqami? Ritika, Xolajon, yaxshi yuribsizmi? avval o'zingdan gapir. Qizim necha oyli bo'ldi? Sakkiz oylik. Xudo senga oq yo'l bersin. Farzanding ham o'zingga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Surati onasiniki, siyrati otasiniki bo'lsin. Buvisiga ham o'xshasin, yo'qsa xafa bo'lib qoladi. Ritika, ering ko'rinmayapti. Hozir kelib qoladi. Zarur ishi bor edi. Ishini tugatgach keladi. Umr yo'ldosh bo'lsa, shunday bo'lsin-da. Mehnat sevar, rafiqasiga mehribon. U doim mehnat insonni ulug'laydi deydi. O'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Erim bilan faxrlanaman. Shunday ering bo'lgach, faxrlanasan-da qizim. U bilan baxtlidirsan. Ha, lekin bu baxtga osonlikcha erishmadik. To'ydan oldin nimalarni boshimizdan o'tkazmadik deysiz? Muammolarni yengishga to'g'ri keldi. Keyin to'yimiz bo'ldi. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Halo. Salom. Namaskar. Hammaga xayrli kech. Avvalambor, oqshomga tashrif buyurgan barcha mehmonlarni chin dilimdan qutlayman. Bugungi anjuman gujaratliklar jamiyati uchun katta ahamiyatga molik taqdirlash marosimi hisoblanadi. Ushbu mukofot o'z mehnati bilan sanoat sohasida yuksak yutuqlarga erishgan ishbilarmonga nasib etadi. Avval u marhum Harshad Parikh sohibga topshirilardi. Undan keyin sovrin marhum Sanjeev Zaveri sohibga berildi. Bugungi ushbu sovrin sohibi o'z mehnati va tirishqoqligi bilan nafaqat gujaratliklar jamiyatida, balki butun Mumbay shahrida nom qozondi. Shuningdek, gujaratliklar sanoat dunyosini yuqori pog'onalarga olib chiqdi. Oilasidagilar bilan bir qatorda butun gujaratliklar jamiyati u bilan faxrlanadi. Siz aziz mehmonlarning qimmatli vaqtingizni olmaslik niyatida bu yilning eng muvaffaqiyatli ishbilarmonini sahnaga taklif qilmoqchiman. Janob Arvi Vaghela.
Janob Parvi Bakheladan o'zi haqida bir ikki so'z aytishini iltimos qilmoqchiman. Olqishlaringiz aziz do'stlar. O'zim haqimda nima ham derdim. Meni shunday ta'rifladingizki, aytishga so'z ham qolmadi. Qadrli gujaratliklar jamiyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ismimni marhum Harshad Parikh sohib, marhum Sanjiv Zaveri sohib singari buyuk insonlar safiga qo'shganingiz men uchun katta sharafdir. Ularning oq fotihasi bilan aksiya bozoridan keyin olmos savdosida ham bir muncha yutuqlarga erishdim. Hayot har doim ham biz istagandek tekis ravon o'tmas ekan. Ba'zan orzularing ro'yobga chiqadi, ba'zan muammolar girdobida qolib ketasan. Shunday paytlarda o'zingni baxtiyor ko'rsatishga urinasan-u, ammo qalbingni armon tikanlari tirnab turadi. Agar omadli insondan muvaffaqiyatlari siri nimadaligini so'rasangiz, mehnat va qobiliyatini sabab qilib ko'rsatadi. Ammo men unday demayman. Men insonning mehnatlari va qobiliyatini emas, uning ortida turgan omilni qadrlayman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson oldinga intilishi uchun kuchni qayerdan oladi? Erta-yu kech mehnat qilishga jur'atni qayerdan topadi? Oldinga intilish uchun shijoat va g'ayratni qayerdan oladi? Bu savollarga javob bitta. Ayol. Erkakning muvaffaqiyatlari zamirida uning onasi, qizi, singlisi, yo rafiqasining mehri va muhabbati yotadi. Erishgan yutuqlarim siri nimadaligi hammangizni qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Balki mendan ushbu savolni so'ramoqchidirsiz. Erishgan Riya yutuqlarim Play siri platformasi mening sizni rafiqamda deb kino javob olamiga taklif etadi. U men bilan janjallashadi, gap talashadi. Ammo eng avvalo u meni sevadi. Shunchalar sevadiki, uning tanbehlarida ham muhabbatini his etaman. U har tomonlama meni qo'llab-quvvatlaydi. Har kuni urushsak, janjallashsak ham baribir birgamiz. Muvaffaqiyatlarim, baxtim, quvonchim sababchisi mening rafiqamdir. U men sevgan ayol, qalbim sohibasi. Shunday ekan, ushbu mukofotning asl egasi mening rafiqamdir. Menga hamrohlik qilganing uchun rahmat. Hamisha yonimda bo'l. Yur. O'zim haqimda qisqacha gapirdim. Lekin rafiqam haqida gapirishni boshlasam, tunning tongga ulanishi aniq. Bugungi yutuqlarimga rafiqamning sharofati bilan erishdim. Hamisha shunday urushib, janjallashib yashaylik. Chunki janjallashganimiz sari muhabbatimiz ham ortib boraveradi. Ushbu sovrinni rafiqamga topshiraman.
Sharman, qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, o'zingchi. Yomon emas. Qayerlarda yuribsan? Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Uydagilar yaxshi yurishibdimi? Mumbayda emasdim. Biror ish toparmikinman deb Mumbayga qaytdim. Advokatlik yo huquqshunoslik bo'yicha ish topilib qolar. Biror ish bo'lsa xabar qilarsan. Ha, albatta. Lekin o'sha mojarolardan keyin bu yerda ish topishing oson bo'lmaydi. Ritika bilan o'rtangizdagi munosabatlar haqida bilaman. Vaqt topib ofisimga kel. Bu yerda bafurja gaplasha olmaymiz. Seni kutaman. Xo'pmi? Haqiqatan ham omadli erkakning muvaffaqiyatlari rafiqasiga bog'liq. Shuning uchun ham rafiqamni sevaman-da. Lekin bir narsaga tushunmayapman. Bir-biringizni shunchalar sevar ekansiz. Nega janjallashasiz? Mehr to'la janjallar menga shijoat va g'ayrat bag'ishlaydi. Men olmos savdosini boshqaraman, ammo uyda rafiqam boshliq. U uy ishlari vaziri. Uy ishlari vaziri va moliya vaziri birga yashagan janjal bo'ladi-da. Patel, bir sirni aytaymi? Agar janjal bo'lmasligini istasang, rafiqang yonida churq etmay turaver. Jimgina gaplarni tingla. Gap qaytarmasang, janjal ham bo'lmaydi. Lekin doim jim yurish ham yaxshi emas. Ba'zan gaplashib ham turish kerak. Ha, gaplashib turamiz-ku. Sen gapirganingda men jim bo'lib qolaman. Suhbat ana shuda. Rafiqangni sevsang gar, aslo chiqmaydi janjal. Kelinoyi, nazaringizda ayolni baxtli qilish siri nimada? Olmosda erkakning qalbiga yo'l oshqozon orqali borganidek, ayolni qalbiga yo'lni zebu ziynatlar orqali topish mumkin. Ular har qanday ayolni baxtli qila oladi. Olmos savdogarisiz. Janjal chiqsa uni olmos ko'zli marjon bilan hal qilarkansizda. To'g'ri topdingiz. Bu bilan savdoyingizga ziyon yetmaydimi? Nega ziyon bo'larkan? Sovg'a bahonasida kompaniyam buyumi uyda saqlanadi. Bu shunchaki hazil edi. Aslida meni ko'rib uni yuzida paydo bo'lgan tabassum men uchun har qanday olmosdan qadrliroq. Erim meni olmosim. Ajoyib juftlik. Sizga ko'z tegmasin. Uyga bora qolaylik. Dam olishing kerak. Ketdikmi? Yur. Ko'rishguncha. Xayr. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Tabriklayman. Sovrin muborak bo'lsin. Siz uchun juda ham xursandman. Ana, kelishdi. To'xtang. O'sha yerda to'xtang. Sovrin o'g'limga nasib etishini bilgandim. Lakshmi, tezroq chiroq yoq. Xo'p, opajon, mana hozir olib kelyapman-da. Opajonim kelishingizni intizorlik bilan kutayotgandi.
Ranvir va Ritikani Tangri yomon ko'zlardan asrasin. Parul, sovrini nomini nima deyotganding? Yilning eng muvaffaqiyatli ishbilarmoni. Hada, butun Mumbayda o'g'limdan kattaroq ishbilarmonni o'zi yo'q. Barcha tanlovlar mukofoti meni o'g'limga nasib etadi. Baxtli bo'l. Martabang ulug' bo'lsin. Muvaffaqiyating kaliti yoningda turibdi. Ritika hayotingga kirib kelganidan beri muvaffaqiyatlar shohsupasiga ko'tarila boshlading. Tangri sizni yomon ko'zlardan asrasin. Marhamat, uyga kiringlar. Bitta ko'ray aka. Keldingmi o'g'lim? Sovringa o'g'lim sazovor bo'lishini bilardim. Amba, Ranvirning sovrinlari uchun uyimizda alohida xona ajratmasak bo'lmaydi shekilli. Biroz toliqdim. Dam olmoqchiman. Mayli o'g'lim, bora qol. Kel, o'tir. Taqdirlash marosimi qanday o'tdi? Ajoyib bo'ldi, oyijon. Shaharning barcha mashhur ishbilarmonlari ishtirok etishdi. Hamma Ranvir haqida iliq fikr bildirdi. Uni maqtashdi. O'g'lim har qanday maqtovga munosib. Sen ham undan sira qolishmaysan. Sen tufayli o'g'lim shu darajaga yetdi. Opajon, haligi nima deyishardi? Ayol erkakka yordam bermasa, Erkakning muvaffaqiyati rafiqasining donoligida deyshadi, oyi. gapimni tushungan bo'lsang bo'ldi-da. Yo'q, aslida bu duolaringiz ijobati. O'g'lingizga men emas, oq fotihangiz omad keltirdi. Sen ham toliqqandirsan, a? Bora qol, dam ol. Parul, kelinoyingni olib bor. Arvining gapi to'g'ri. O'rtamizda janjal bo'lmaydi. Chunki tuzukroq gaplashmaymiz ham. U doim ishlari bilan band bo'ladi. Olmos ko'zli baldog'ing ham ajoyib ekan. Ha, qayerdan xarid qilding? Men emas, umr yo'ldoshim xarid qilgan. Ya'ni sovg'a qilgan. Sovg'a qilishni juda ham yoqtiradi. Har hafta biror tuhfa keltirmasa bo'lmaydi. Hamma meni baxtli deb o'ylaydi. Umr yo'ldoshi sovg'alarga ko'mib tashlagach, har qanday ayol baxtli bo'ladi-da. Ammo men uchun haqiqiy baxt sovg'alarda emas. Erimni mehr muhabbatida. Biroz dam olsangiz bo'lardi. Uyda ham ishingizni qo'ymaysiz. Uxlamaysizmi? Yo'q, zarur ishim bor edi. Tugatib olay, keyin uxlayman. Mayli, xayrli tun.
bir necha kundan keyin bu olamni tark etasan. Lekin qalbimda abadiy yashaysan. Boshqalarga rafiqam deydigan inson yonimda. Lekin o'rtamizda qandaydir to'siq bor. O'sha to'siq sensan, Ishani. Koshkiydi bu dunyoni tark etganingdan keyin qalbimni